Soatimiz 10:35. Samarqandamiz do'stlar. Uzavto Trailer zavodidamiz. Soat 5:30larda yo'lga chiqdik. Xo'p, bizni nima yetaklab keldi bu yoqqa? Bizni mana shu mashina yetaklab keldi bu yoqqa. Ford Tiger V Andijonda yig'ilyapti bu. Barchalaringiz uchun eslatma, bilmaydiganlar uchun ma'lumot. Bu mashina Andijonda yig'ilyapti va shu paytgacha sotilgan furgonlarni kuzovi Xitoydan keltirilgan edi. Endi bundan buyog'iga o'zimizda ishlab chiqarilgan, baquvvatlashtirilgan juda ham usilinli kuzov mana shu Uzavto Trailer zavodida ishlab chiqariladi. Bu birinchi ekzemplyar do'stlar. Va bunga qo'shimcha ravishda aynan mana shu joyda Rossiyaning Raritek kompaniyasining vakolatxonasi bor. Mana shu kompaniya tomonidan mana shu gaz ballonlari o'rnatilyapti do'stlar. Biz aynan shuni shaxsan o'zimiz sinab ko'rish maqsadida kech bo'lishiga qaramasdan siz azizlarga foydali yaxshi ma'lumotlarni ilinish maqsadida o'zimiz Samarqandga Jonboyga tashrif buyurdik do'stlar. Mana kuzovi sifati o'zi videodan ayon bo'lyapti. Hali jivoy ko'rmasangiz ham buni bemalol bilsalaringiz bo'ladi. Va ertaga buni xudo xolasa inshaalloh Toshkentga yetib olganimizdan keyin chiroyli bomba obzor qilib beramiz do'stlar. Mana mashinaning ovozidan o'zi gaz qanday o'rnatilgani ma'lum do'stlar. Xo'p, endi siz bilan do'stlar Toshkent sari yuzlanamiz va albatta siz bilan biroz istoriyalashamiz. Mashinani yurishi, turishi, mana shu gazda qanaqa o'zini tutishi to'g'risida yashirmasdan va oshirmasdan bor haqiqatni post hamda istoriyalarda siz bilan bo'lishib boraman do'stlar. Qani ketdik do'stlar.